Obod mahallalar yurtimiz ko'zgusi. Ha, obodlik ko'ngildan amalga oshirgan ishlarimiz natijasi va xalqimiz roziligidan boshlanadi. Obod so'zini eshitganimizda ko'z o'ngimizda orasta ko'chalar, to'g'ini to'kis hayot, saranjom sarishta maskanlar, o'zbekona qadriyatlarimiz bir namoyon bo'ladi. Davlatimiz rahbarining bu borada amalga oshirilayotgan tashabbuslari bugun o'z samarasini bermoqda. Zero, osoyishta ahil oilalar obod jamiyatni barpo etganidek, obod mahalla ozod va hur diyorni gullatib yashnatadi. Fikrimizni viloyatning yirik ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati rivojlanib borayotgan hududlardan biri Oqoltin tumani misolida davom ettiramiz. O'tgan qisqa davr ichida tumanda bu borada aholiga munosib sharoit yaratish borasida ibratli ishlar amalga oshirildi. Tumanimizda 13 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla tamoyil asosida o'tkazilgan Oqoltin tuman bosqichida ahillik mahallamiz faxrli birinchi o'rinda qo'lga kiritdi va viloyat bosqichida ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ko'rik tanlovining tuman bosqichida asosan mahallalarda jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish, aholi bandligini ta'minlash, joriy etilgan tajribalarning asosida Sayxunobod tajribasi, Uch tajribasi, G'ijduvon tajribasi mahallalarda amalga oshirilgan ishlar bevosita ajrimlarning oldini olishga qaratilgan bo'lib, bu borada qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yaratilgan imkoniyatdan unumli foydalanish maqsadida mahalla yettiligi jipsligi asosida bugungi kunda ish taqsimoti asosida yettilikka xizmat vazifalar belgilab berilgan va har bir yettilik o'zini xizmat vazifasidan kelib chiqib o'z ishlarini amalga oshirmoqda. Bugungi kunda mahallada mahalla infratuzilmasi bevosita rivojlanib bormoqda. Ishlab chiqarish, ijtimoiy soha obyektlarida ko'plab bir yutuqlarga erishiladigan natijalar amalga oshirilmoqda. Yangi loyihalar tatbiq etilmoqda. Ishsizlikdan xoli hudud uchun mahalla yettiligi birgalikda harakat qilib, o'zlariga asosan alohida chora-tadbirlar belgilab ijroga qaratmoqda. Bugungi kunda ahillik mahallasi mana shunday ijobiy natijalarga erishib kelayotgan mahallalardan biri hisoblanadi. Ahillik mahallasida amalga oshirilayotgan ijobiy ishlarni tumandagi boshqa mahallalarda ham tatbiq etish chora-tadbir qilib belgilab oldik. Azaldan mahalla instituti yurtimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalikni asrash, millatlararo do'stlik va hamkorlikni ta'minlash, yoshlarni kattalarga hurmat, odamlarga g'amxo'rlik qilish, vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, qadriyatlarimizni e'zozlashga o'rgatish jarayonida muhim o'rin tutadi. Tumandagi ana shunday hududlardan biri ahillik mahallasi o'zining hamjihat aholisi, obod hududi va namunalik jihatlari bilan tanilib kelmoqda. Bugungi kunda mahallada 1170 ta xonadon mavjud bo'lib, unda 6030 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallada 56,3 gektar tomorqa maydoni mavjud. Hududda aholi uchun ijtimoiy obyektlar qatori maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari ham faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, mahallada keng ko'lamli obodonlashtirish, ko'chat o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Yaqinda esa mahalla qabristonida ishlar hashar tashkil etilib, obodonlashtirish ishlari olib borildi. Oqoltin tumani ahillik mahallamiz obodligi bo'yicha ajralib turadi. Mahallamizda 1170 ta xonadon bo'lib, unda 6030 nafar aholimiz yashab kelmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan obod mahalla, obod xonadon, obod ko'cha mezonlari asosida eng yaxshi o'rinlarga ega bo'ldi. Mahallamizda ishlarni to'g'ri tashkil qilish uchun mahalla yettiligi jipslashib, o'z rejalarimizni belgilab olib, shu reja asosida kunlik ishimizni tashkil qilamiz. Mahallamiz jinoyatchilikdan xoli hudud bo'lganligi uchun 2024-yildan boshlab yashil hududga aylangan. 2025-yil davomida ishni to'g'ri tashkillashtirganligimiz uchun jinoyatchilik va ajrimlar sodir bo'lgani yo'q. Mahallamizda aholi tomorqalari 56 gektar bo'lib, Sayxunobod tajribasi asosida hozirgi kunda issiqxonalar qurilish, aholi tomorqasidan unumli foydalanish uchun bahorgi ekinlar ekish ishlari boshlandi. Hozirgi kunda mevali va manzarali daraxtlar ekish avjida. 5000 dan ortiq mevali, 6000 dan ortiq manzarali daraxtlar ekish ishlari tashkillashtirildi. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida yoshlarimiz o'rtasida turli xil sport tadbirlari, masalan futbol, voleybol, shaxmat, shashka musobaqalari o'tkaziladi. Mahallamizda milliy urf-odatlarni tatbiq etish masalasi bo'yicha har xil tadbirlar tashkil etilyapti. Bizning maqsadimiz mahallamizni yanada obod qilish, ishsizlikdan xoli mahalla qilish, jinoyatchilikdan, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish maqsadida sa'y harakatlarni amalga oshirib kelyapmiz. Prezidentimiz tomonidan mahallalarga berilayotgan imkoniyatlardan albatta xursandmiz. Bugun mahalla instituti tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markaziga aylandi.
Ushbu mahallada ham hokim yordamchisi va bank xodimi sa'y harakati bilan yangi biznes loyihalari qo'llab-quvvatlanmoqda. Tadbirkorlarga har tomonlama yordam ko'rsatilmoqda. Masalan, ushbu mahallada yashovchi yosh tadbirkor Anvar Nishonov tijorat bankidan 200 million so'm kredit evaziga yarim tayyor trikotaj mahsuloti elastik tasma ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ydi. Ahamiyatlisi, mahallaning 6 nafar yoshlari bu yerda ish bilan band. Tadbirkorlik faoliyatini yuritish maqsadida 200 million kredit oldim. 4 ta dona stanok Xitoydan olib keldim. Ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz elastik rezinka bo'lib, tikuv fabrikalariga asosan chiqariladi. 1 kilosini 31 ming, 35 ming endi sifatiga qarab, kuniga 180 kilo, 200 kilo chiqadi. Hozirgi kunga kelib 6 nafar ishchi o'rin yaratdik. Kelgusida rejalarim katta. Tumandagi eng oldi tadbirkorlardan bo'lishni maqsad qilib qo'yganman. Mahallamizda ishsizlikdan xoli hudud qilish, obod va xavfsizlik mahalla tamoyillari asosida 2024-yil mobaynida mahallamizda 30 ta mikro-loyihalar amalga oshirilib, ishga tushirildi. Har bir oila yo'nalishida 1 milliard 830 million kredit ajratildi. Shundan 510 nafar fuqarolarimiz o'zini o'zi band qilindi. Bundan tashqari 910 nafar fuqarolarimiz doimiy ishlarga joylashtirib, tashkil etilgan mikro-loyihalarga, yangi ish o'rinlariga ishga joylashtirildi. Bundan tashqari hozir mana 2025-yilda 2 oy mobaynida mahallamiz hududida 7 ta mikro-loyihalar amalga oshirilib, hozir mana o'sha amalga oshirilgan mikro-loyihalardan bittasi kiyimlarga va tekstil korxonalariga rezinka tasmalarini yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Hozir mahsulotlari tayyor holga keltirib, korxonalarga mahsulotlarni yetkazib berish bilan shug'ullanyapti. 2024-yilda 30 ta mikro-loyiha amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lsa, 2025-yilda Ahillik mahallasida 46 ta mikro-loyihalarni amalga oshirib, 1247 ta fuqarolarimizni doimiy ish bilan band qilish rejasi tuzilgan. Hozir ushbu rejalarni bajarish ustida ish olib boryapmiz. Xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida mahallada tikuvchilik sexi tashkil etilib, ustoz shogird an'analari asosida xotin-qizlar ish bilan ta'minlanmoqda. Men Ahillik mahallasida ishlayman. Shu yerda sex ochildi. Shu yerda ancha ishni o'rgandim. Masterlarimizdan rahmat hammalariga ko'p narsani o'rgatishdi. Shu paytgacha ishsiz edim. Endi ishga kirdim. Men hozir bir chok bilan yengil o'lyapman. Ishimiz yengil, hamma sharoitlar yaratilgan. Juda ham xursandmiz hammamiz. Prezidentimizga rahmat, hamma sharoitni yaratib berganligi uchun. Sport salomatlik garovi. Aholi va yoshlar salomatligini mustahkamlash maqsadida mahalla ahli o'rtasida sport va ommaviy tadbirlar keng ommalashtirilmoqda. Bu yerda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Mahallada sport maydonlari, turli xil sport to'garaklari tashkil etilgan. Mahallamizda turli xil sport to'garaklari tashkil etilgan. Yoshlarimiz o'rtasida mini futbol musobaqalari bo'lib o'tyapti. Hozir Xaloskor va Oqterak ko'chalari o'rtasida musobaqa o'tkazildi. Bolalarimiz juda yaxshi sifatli mashg'ulotlar o'tab, yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan. Mahalla yoshlarimiz tuman, viloyat bosqichida yaxshi o'rinlar egallab kelmoqda. Qolaversa mana yaqinda 5 ta shaxs olimpiadasi bo'lyapti. Ana shu 5 ta shaxs olimpiadasi xudo xolasa jamoalarimizni kiritib qo'yganmiz. Qizlarimizning ishtiroki juda yaxshi. Yengil atletika, shaxmat sport turlaridan qatnashyapti. Prezidentimizga kattakon rahmat mana shunday sharoitlarni yaratib berganlari uchun. Obodlik ko'ngildan boshlanadi. Mahallaning qaysi xonadonda bo'lmang, ozoda va saranjom sarishtalikka guvoh bo'lasiz. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'lami kengayib bormoqda. Obod xonadonlar soni ortmoqda. Komil Muqimovlar oilasi ham eng namunali, eng obod xonadonlardan biri. 20 sotiq tomorqamiz bor. Shundan 10 sotig'ini issiqxona qilyapmiz. O'zim juda qiziqaman mana bu sitrus mevalarga. Vodiy Sayxonobod tajribasini eshitib, shu issiqxonamizda sitrus mevalarga moslamoqchimiz. Bu yerda banan, apelsin, mandarin, limon ko'chatlarini ekdik. İşimizni endi boshladik. Shu prezidentimizni ko'rsatgan g'amxo'rliklari, ko'rsatmalari asosida ishlarni qilib, yarmini gullar ekib, gul ham juda bir insonni charchab kelgandan keyin bahri dilini ochadi. Shu gullarga ham qiziqqan holda gulchilik bilan ham shug'ullanmoqchiman. Turmush o'rtog'im bilan 48 yildan beri umrguzarlik qilib, 2 qiz, 2 o'g'ilni voyaga yetkazdik. 12 ta nevaramiz bor. Shu bo'sh paytlarida ularni ham olib kelib, issiqxonaga aylantirib, ularga ham mehnat
mehnatni o'rgatib, mehnatga muhabbat uyg'otmoqchiman. Issiqxonadan tashqari qo'yxonamiz ham bor. Qo'yxonada 45 ta qo'chqor boqaman. Buni har 6 oyda almashtirib turamiz. Undan qo'yganini tovuq qilganmiz. Bir 80 bosh tavug'imiz ham bor. Undan chiqqan tuxumlarni shu bolalarga, shu o'zimiz qanoatlantirish maqsadida mehnat qilyapmiz. Mahallamiz xalqi ko'p millatli bo'lgani bilan juda ahil, juda inoq. To'y marakalarimiz hammasi birga o'tadi. Qariyalarimiz, nuroniylarimiz yoshlarga o'zini bilgan maslahatlarni berib, to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qiladi. Mana bizga yaratib berilgan shart-sharoitlardan juda xursandmiz. Prezidentimizga mingdan-ming rahmat. Bizning ahillik mahallamizda 6070 ta aholi mavjud. Shulardan 2965 tasi xotin-qizlardan iborat. Mahallamizda 1170 ta xonadon mavjud. Hurmatli prezidentimiz Sayxunobod tumaniga tashrif buyurganlarida Sayxunobod tajribasini amalga oshirishni yo'lga qo'ydilar. Biz ana shu targ'ibot tashviqot ishlarini o'zimiz mahallamizdan olib bordik. Bularning natijasida xonadonlarda tomorqalardan unumli foydalanish va xonadonlarda paketlarni yaratish haqida ayollarimizga, mana shu xonadon sohiblariga tushuntirish olib borganimizda ushbu narsalar amalga oshirdi. Ushbu xonadon, ushbu ko'chadagi tajribani namuna sifatida ommalashtiryapmiz. Boy chechagim boylandi, qozon to'la ayrondi, ayroningdan bermasang qozon tovog'ing vayrondi. Oqoltin tumani ko'p millatli hududlardan biri hisoblanadi. Albatta, ushbu mahallada ham milliy qadriyatlarga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bu hududda madaniy ma'rifiy ishlarni namunali tashkil etish, ularga xotin-qizlarni jalb etish masalalari ham diqqat e'tiborda. Bu tadbirlarda o'zligimiz, milliy qadriyatlarimiz butun borlig'i bilan namoyon bo'lmoqda. Allah aytay, jonim bolam, orom olgin Allah. Allah ohangi bu go'daklarimizga ozuqa desak ham bo'ladi. Chunki go'daklarimiz beshikda yotgan paytlarida onalarini mehrini, aytgan shirin so'zlaridan his qilib, el yurtga, qarindosh urug'lariga, hamma yaqinlariga, ham vataniga mehr bilan, his tuyg'ulari bilan katta bo'ladi, ulg'ayadi. Kelajakda vataniga xizmat qiladigan yaxshi yigitlar, qizlar bo'lib yetishadi. Shuning uchun avvaldan onalarimiz, momolarimiz mana shu alla qo'shiqlarini kuylab kelishgan. Alla qayerda kuylanadi? Tinch yurtlarda jaranglaydi. Xotirjam yurtlarda jaranglaydi. Bizning mamlakatimiz ham tinch, osmonimiz musaffo bo'lgani uchun onalarimiz, momolarimiz bemalol oqshomlari, kunduzlari alla aytishyapti. Mana biz Ahillik mahallasi madaniyat uyi qoshida Oltin meros nomli folklor ansamblini, havaskorlik ansamblini tuzilganiga 2016-yildan boshlab faoliyat yuritib kelyapmiz. Bu ansamblni tuzishdan maqsadimiz ustoz shogirdlik an'analarini davom ettirgan holda mana shu onajonlarimizdan, ko'pni ko'rgan momojonlarimizdan asrlardan asrlarga o'tib kelayotgan milliy qadriyatlarimiz, o'lan-u laparlarimiz, yallalarimizni o'zimizga olib, kelajak avlodga yetkazib berish. Bu yo'lda biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz. Mana prezidentimizni bizga berayotgan alohida e'tiborlari bizni juda ham quvontiryapti. Mana bizlarga imkoniyatlar eshigini keng ochib bermoqda. Chiroyli keldi bahor faslimiz, bayramlar, qo'shaloq bayramlarni o'zi bilan olib kelyapti. Navro'z haqida, sumalak, boychechak, har xil o'lan-u laparlarimiz bilan faol qatnashmoqdamiz. Yurtimizdagi Navro'z bayramlariga hozirgi kunda katta tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Mahalla chin ma'noda qadriyatlar ko'zgusi. Ahillik mahallasida ham betakror qadimiy qadriyatlarga, go'zal an'analar ravnaqiga alohida e'tibor qaratiladi. Bu urchiq yigirish, momolarimizdan qolgan urf-odatlar, momolarimiz qo'ylardi, echkilardi, mana paxtalarni chigitlab, yigirib, alacha, julbaroq, oldingi qizlarimizga bo'g'jamalar seplarida uzatilgan mana yostiqimizni iplari, mana shular pillamizdan. Ana shularni momolarimiz yigirib, har xil ranglarga bo'yab, qizlarimizni sepida yostiqlar tikib sep qilishadi. Mana shular ranglar hammasi pilladan bo'lgan iplar. Buni tikishlarimizni tikib, qizlarimizni sepiga, qizlarimizga o'rgatyapmiz. Mana
xotin-qizlarimizni ish bilan band qilish maqsadida mana har bitta xonadonga kirib turib, xonadonlarimizda obod mahalla, obod ko'cha tadbirlarni o'tkazyapmiz. Tomorqalardan unumli foydalanish uchun qizlarimizni, kelinlarimizni xonadonlarini toza saqlash, tandir o'choqlarini oqlab, chiroyli qilib turib, mehr berib turib, namunali oilalarga, shu namunali kelinlarga, onalariga tadbirlar o'tkazib boramiz. 80 yoshdan 90 yoshga kirgan mana keksa onaxonlarimiz sport bilan shug'ullanadi. Albatta mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli yaratuvchanlik, bunyodkorlik ishlari bois chekka hududlarimiz ham ana shunday obodlikka yuz tutmoqda. Aholi turmush sharoiti yuksalmoqda. Bugun yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan yangilanishlar zamirida inson va uning qadr-qimmati mujassam. Zero bu yurtda hamisha el aziz, inson aziz.